yoqmadimi? Qani. Normalroq narsa podarka qilsangiz bo'lmaydimi? Voy rostdan, qaldirg'ochdan 5 barmoq setimi? Necha zo'rsiz. Ham yaqiningiz, ham cho'ntagingiz xursand. Tasavvur qiling, mana shu 4 kishilik 5 barmoq seti 390 ming. Bu set ichiga 4 kishilik 5 barmoq, 2 xil salati, non va choy kiradi. 5 barmoq jaydari, ot go'shtidan tayyorlangan. Qazalari ham mazali ekan. Xamirlarni ham dobri qilib suzib berishibdi. Xuddi shu setni 2 kishilik va 6 kishilik varianti ham bor. Joylari ham uncha-muncha tabi nozik qizni eritib yuboradigan. Atmosfera zo'r. Yevropa va milliy taomlariga ham assortimenti katta. Baliqni ham bir necha xilini topsangiz bo'ladi. Qarsildoq qilib qovurilgan sazan deysizmi? Qiltanog'i yo'q sudak deysizmi? Mana bu mayda baliqning nomini bilganlar kommentga yozib ketsin. Qaldirg'och oilaviy restorani 24 ga 7 ishlaydi. Adresi Ko'kcha masjidining ro'parasi. Bolalar, endi qizinglarning ko'nglini qanaqa olishni bilib oldinglar. Bu videoni doim qizi bilan urushib qoladigan do'stingizga yuborib qo'ying.